Meni tayyor turinglar, chunki yaqinda sizlar aynan sizlar BTS konsertiga tushishinglar mumkin. Qanaqa deysizlarmi? Kelinglar по порядку. Yaqinda Hive Entertainment shunaqa заявление chiqarishdi, что Aziya bo'yicha qachon biletlar sotilish haqida hamma ma'lumotlarni yuborishdi. Ammo 2 oy oldin emas bo'lish kerak продажа biletov-da, a 5 oy oldin. Bukvalno yarim yil oldin bilet sotib olishlar kerak konsertga. Qo'rquvdim, kutmadim. Rahmat Bikit, rahmat. 22-may kuni Bikit shunday chiqazdi, что вот tayyor turinglar, 27-gacha membership sotib olinglar de. Agar vdруг Bangkokdaliggan bo'lsanglar, 9-iyunda esa bilet sotib olasizlar. Aynan Bangkok uchun deb aytolmaslik, ya'ni sizlar o'ylamaysiz, что hamma narsaga yo'q. Bir xil stranlar esa 2-iyunda biletlar sotilishi boshlaydi. Membership esa 25-gacha registratsiya qilish kerak. Agar sizlar Weverse-ga kirib, уведомлениеga kirsanglar, hamma informatsiya hammasi yozilgan, qachon, necha, qaysi shahar. Sizlar uchun nima shahar mos? Menga misol uchun Bangkok, chunki Bangkokka уже borganman, ko'proq shans ko'proq. Xohlagan shaharingizga kirasizlar. Shaharga kirganingizdan keyin sizlar registratsiya qilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Pre-registratsiya, чтобы keyinchalik membership bilan birga bilet sotib olish uchun. Sotib oladiganim esa Bangkokka 9-iyunda. Shuni ham ahamiyat beringlarki, что vaqtiga qaranglar. Vaqti qachon bo'ladi? Chunki 10da yozilgan bo'lsa, biz O'zbekiston vaqti bilan 10da emas, yo'q. 10da Bangkok bo'yicha, bizda esa 8da ertalab. 8da boshlanadigan bo'lsa, bu o'zidan 8da kirishinglar kerak degani emas. 1 soat oldin tayyor turishinglar kerak bo'ladi. 1 soat oldin. Albatta VPN ham skачать qilib oling. Birinchi kun membershiplar uchun bo'ladi, продажа biletov. Ikkinchi kun esa Live Nation'da. Live Nation'ni registratsiyaga uni qaramaymiz вообще. Keyin Tripcom bo'ladi. Tripcom вообще bilmayman kim bo'lar. Bilishim ham xohlamayapman, menga membership o'zi yetadi. Вот 4-kunda общий продажа bo'ladi. Sizlar albatta membershipsiz olishinglar mumkin, agar 4-kunga вообще bilet qolsa. Shuning uchun membership sotib olinglar. Bitta membership uchun sizlar 4 ta bilet sotib olishinglar mumkin bir kunga. Общий продажа esa 6 ta bilet sotib olishinglar mumkin bir kunga. Registratsiya qilgan paytingizda har bittada ism, familiya sizlarniki bo'lishi kerak emas. Misol uchun bitta bilet sizlarniki, ikkinchi bilet misol uchun Silingniki, uchinchisi oilaniki deylarki kirish ketdi. Shuni ham iltimos qilaman, yaxshilab eslab qolinglar va to'g'ri to'ldiringlar. To'liq video YouTube'imda bo'ladi. Instagramga obuna bo'linglar va kuzatishni davom ettiringlar. Hamda o'zbek va rus Telegram chatimiz bor. O'sha yerda hammasini gaplashib birga konsertga ketamiz.